Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi yana obyektimizni bitirib berdik. Samarqand Payariq tumani. Mana topli pollar qilindi bu ham. Kollektorlar. Baqa radiatorlar bo'lyapti. Samatokka ham topli pol, ham samatok. Domnay qilib, bir ajoyib qilib uy qilgan ekanlar. Mana bu 300 kvadratlik katyolimizni dastlabki qilib berdim. Bu gitti boshqacharoq bo'ldi. Teplaminlarni trubalardan qildikmi, ko'proq qilib gaz yo'q ekanlar. Gaz limit tugagandan keyin birdan ko'mir ham yoqadilar. Konkurlari ham yonagan joylari, ko'mirimiz yonib, aylanib chiqib ketadi. Datchilar bor, o'letkalarni, zirhni datchilar qo'yildi. Keyin plus pen ham qo'yib berdik. Xohlasa akamiz Instagramdan ko'rib zakaz qildilar, xudo xolasa. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi yana obyektimizni bitirib berdik. Samarqand Payariq tumani. Mana topli pollar qilindi bu ham. Kollektorlar. Baqa radiatorlar bo'lyapti. Samatokka ham topli pol, ham samatok. Domnay qilib, bir ajoyib qilib uy qilgan ekanlar. Mana bu 300 kvadratlik katyolimizni dastlabki qilib berdim. Bu gitti boshqacharoq bo'ldi. Teplaminlarni trubalardan qildikmi, ko'proq qilib gaz yo'q ekanlar. Gaz limit tugagandan keyin birdan ko'mir ham yoqadilar. Konkurlari ham yonagan joylari, ko'mirimiz yonib, aylanib chiqib ketadi. Datchilar bor, o'letkalarni, zirhni datchilar qo'yildi. Keyin plus pen ham qo'yib berdik. Xudo xolasa. Akamiz Instagramdan ko'rib zakaz qildilar, xudo xolasa. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.